Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Universal YouTube kanali va bugun biz yangi video oldik. Izohlarda ko'pchilik mendan Samsungning kontrakt narxlari qanaqa, bu yil qanaqa bo'ladi deb juda ham ko'plab savollarni yo'llashdi. Shuning uchun aynan sizlarga bop qilib, mana buning rasmiy ma'lumotlarini topdim. Ya'ni Samsungning rasmiy saytidan. Ammo lekin muammo shundaki, bu kontrakt narxlari 2025-26 o'quv yili uchun ko'rsatib o'tilgan ekan. Bu yili juda ham ko'p universitetlarda kontrakt narxlari oshishi kutilyapti. Ana shuning uchun ham hisobga olib qo'yishingiz kerak ekan, mana bu ballar 10-20% ga oshib ketishi ehtimoli bor. Nimaga buni sizga ko'rsatyapman? Eski yilda bo'lsa ham yangi yildagi e'lon qilinguncha sizga bir qandaydir boshlang'ich bilim bo'lsin degan maqsadda sizlarga buni tayyorladim do'stlar. Va ko'pchilik iltimos qildi, telefonlari 4K formatda ko'tarmas ekan. Mana sizlar uchun 2K formatda videoni yuklayapman. Ya'ni sifatini biroz qilyapman. Ya'ni bu telefoningizda yaxshi ko'rinadi endi. Xo'p. Bu yerda tasdiqlangan rasmiy ma'lumot, xullas. Nima bo'lganda ham bu rasmiy ma'lumot bo'lgani uchun bu bilan tanishib chiqsak bo'ladi do'stlar. Demak, bu yerda ta'lim yo'nalishi ko'rsatilgan, bu ustida ta'lim yo'nalishi bor. Bu yerda to'lov kontrakt miqdori bor va tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt miqdori bor. Xalq tilida bir super kontrakt desak to'g'riroq bo'lardi. Ya'ni bir necha barobar hisobida to'lash kerak-ku. Bal etmay qoladi, 1-2-3 bal etmay qoladi, shunaqalar ko'rsatib o'tilgan. Bu yerdan tanishib olsangiz bo'ladi. Bu yerda endi qancha oshib ketganini ko'rsatib o'tilgan. Mana buni 4 barobarini to'lar ekansiz. Mana bu qaysi dizayn, kompyuter grafikasi va badiiy foto. Mana shu tabaqalashtirilgan holatda 9.450.000 so'm, ya'ni oddiy holatda, oddiy kontrakt bo'ladigan bo'lsa 9.450.000 so'm bo'lar ekan. Ammo lekin tabaqalashtirilgan formatda esa 4 barobar ko'proq 37.800.000 so'm bo'lar ekan. Xuddi shunaqa siz ham hisoblab chiqasiz. Xo'p, mendan ko'pchilik tarixni so'ragan edi. Mana tarix bo'yicha gapirib ketay. Tarix oddiy holatda 8.400.000 so'm bo'lgan ekan. 8 barobar to'g'rilar ekan, lekin tabaqalashtirilgan variantda 67.200.000 so'm bo'lar ekan. O'xti. Xususiy bilan pashti bir xil bo'lib qolibdi-ku. Arxeologiyani ham ko'p so'rashardi. Mana 60 oddiy kontrakt 8.400.000 so'm, bunda ham 8 barobar 67.200.000 so'm. Xo'p, mana bularni ham ko'rib olish kerak. Mana shu joyda 10 talik qismi eng ko'p so'raladi mendan. Ya'ni keling, tillarni o'qitishdan boshlaylik. O'zbek tili bo'yicha 8.400.000 so'm 10 barobar 84 million so'm bo'lar ekan super kontraktda. Oddiyda xullas o'zbek tili, rus tili, tojik tiligacha 8.400.000 so'm superda o'tib ketadigan bo'lsa, ya'ni tabaqalashtirilgan 10 barobar miqdorda to'lanar ekan va 84 million so'm bo'lar ekan mana shu o'zbek, rus, tojik, turk tili bo'yicha. Yo'q, turk tili bo'yicha ballar narxlar nisbatan balandroq ekan. 9.620.000 so'm bo'lar ekan oddiy kontraktda. Demak, 10 barobar bo'lgandan keyin 96.200.000 so'm bo'lar ekan, 100 million so'mga yaqin pul bo'lar ekan. Agar bo'la ham aytganimdek kontrakt narxlarini oshirib yuboradigan bo'lsa 12% ga bemalol 100 million so'mdan oshib ketar ekan do'stlar. Xo'sh. Endi psixologiya haqida ko'p so'raysizlar do'stlar. Psixologiya yo'nalishi bo'yicha kontrakt narxlari nisbatan chidasa bo'ladi 8.400.000 so'm. Super kontrakt bo'ladigan bo'lsa 67.200.000 so'm. Juda baland. Iqtisodiyot, mana shu sohani ham meni har doim so'rashadi izohlarda. Iqtisodiyot kirish necha ball? Iqtisodiyot har doim baland bo'lib kelgan do'stlar. Eng baland kontrakt summasiga ega bo'lgan sohalardan bittasi bo'lgani uchun 11.550.000 so'm tashkil etgan ekan. 9 barobar miqdorda super kontrakt uchun to'lar ekansiz. 103 milliondan ortiq, pashti 104 million so'm ekan. Mana keyin yana qaysilari bordi mashhurlaridan. Shunaqasiga ham o'zingiz pauza qilib ko'rib olsangiz bo'ladi. Videoni tiniq formatda yuklayman har doimgidek. Keyin bitta live hackni ko'rsatsam, agar xira bo'lib qoladigan bo'lsa, video oxirida hozircha buni ko'rsatib olay. Bu yerda yaxshi, demak hozir mendan eng ko'p so'raladiganlardan birinchi aytay. Kimyo haqida so'rashgan, adashmasam. Mana kimyo yo'nalishi bo'yicha 8.400.000 so'm. Bunda 6 barobar bo'lar ekan, 50.400.000 so'm bo'lar ekan, super o'tarib ketgan bo'lsa. Fizika ham shunaqa, matematika ham shunaqa. Fizika nisbatan super kontraktda arzonroq 42 million so'm bo'lar ekan. Matematika esa 50.400.000 so'm superda. Oddiylar bir xil bo'lgan cho'qib ketmayapman bularni. Xo'p, axborot tizimlari va texnologiyalari, mana shu haqida ham mendan so'rashgan edi. Mana bu haqida ham ko'p so'rashadi. Axborot xavfsizligi, dasuriy injenerlik, sun'iy intellekt, mana shu 9.280.000 so'm bo'lgan ekan oddiy kontrakt.
tabaqalashtirganda 6 barobar qilib to'lar ekansiz. 58,680,000 so'm. Shunaqa. Hammasi shunaqa. Sun'iy intellektgacha xuddi shunaqa to'lar ekansiz. Xo'p, bu yerda yana qaysi borda menda ko'p so'ranadigan? Ijtimoiy ish narxini ko'rib olishingiz mumkin do'stlar. 9,450,000 so'm bo'lgan ekan. Tabaqalashtirgan varianti esa 6 barobar qilib to'laysiz, 56,700,000 so'm tashkil qilar ekan. Va yana bakalavriat, masofaviy ta'lim shakli bo'yicha ham bu yerda bor ekan, lekin 2026-27 o'quv yili uchun bu yo'nalishlarda masofaviy shakli bormi, yo'qmi, bu haqida aniqroq ma'lumot topa olmadim. Shuning uchun har ehtimolga qarshi aytib qo'yaman. Agar sizda ya'ni kirganlar bo'lsa, masofaviyga yozib qo'ying, masofaviyga kirdim deb. Tarix bo'yicha 9,86,000 8 barobar bo'lar ekan, 78,300,000 so'm bo'lar ekan deyarli. Psixologiya ham shunaqa. Iqtisodiyot har doimgidek qimmatroq, 120 million so'm, superda 13 bankishi ham 120 million so'm payishdi. Mana bu nima deyapti? Bu yurisprudensiya 16,432,000 so'm, 19 barobar to'linar ekan, 312 million so'm bo'lar ekan. Agar kimdir mana shuni davlatga kirib mana shu soha bo'yicha super qilib o'qiyman desa, bu o'qimasan, uni o'rniga xususiyga o'qisin, xususiyda yillik 30 million bo'ladi. 4 yil hisoblasangiz arzonga tushadi. 120 million, 150 millionga tushasiz. Buni o'rniga xususiyda o'qiganingiz 1000 marotaba yaxshi. Chunki xususiy universitetlarning diplomi davlatniki bilan birga-bir o'tadi va ta'lim sifati xususiylarda har doim yuqori bo'lib kelgan. Har holda obro'si baland bo'lganlari bor. Xullas, kontrakt narxlariga qarasangiz ham o'zi bilib olasiz nimaga sababdan universitetlarning sifati baland ekanligini. Xususiy universitetlar yaxshiroq. Xo'p, kechki bo'yicha ham ma'lumotlar bor aytgancha, kechki bo'yicha tarix 9,786,000 so'm, 8 barobar to'lanadi, 8 million super kontrakt uchun bo'lgan ekan. Xo'p, qolganini ko'rib olsangiz bo'ladi mana shu yerdan. Eng kami 43 million so'm ekan bu yerda. Eng kami 43 million so'm super kontrakt uchun 5 barobar to'lanar ekan. Oddiy miqdorda 8,623,000 so'm mexanika muhandisligi bo'yicha ekan. Shuncha o'qiyapti, lekin savol tug'iladi. Bitirgandan keyin mana shuni sarflagan pullaringizni oqlab beradi bu yo'nalish degan savollar bor. Mayli. Masalan, tarix yo'nalishi bo'yicha tarix o'qituvchisi. Agar maktabda o'qiydigan o'qituvchi bo'lib qolsangiz, piki maktabda o'qituvchi qiladi. Ko'pchilik tarix o'qituvchilar ko'ra maktabda o'qituvchilik qiladi. O'rtacha oyligi 4,5 million so'm bo'ladigan bo'lsa, hozir mabodoga adashib superga kirib qoladigan bo'lsangiz, yiliga 40 milliondan oshiqroq daromad olasiz. 2 yil umringizda qoplasangiz bo'lar ekan mana bu pulni. Qizig'i, bu bitirganingizcha mana bu 78 million 120 millionga aylanib ketib qoladi. Yo, 120 million emas, 100 milliondan oshadi-da. Xullas, o'ylab ko'ringlar, maslahatim super qilishdan avval shu soha menga kerakmi? Super shartmi deb bir yaxshilab o'zingizga savol berib, keyin super qilinglar maslahatim. Hozircha mana bu bitta universitet edi, Samdoning kontrakt narxlari edi. Yana eslatib qo'yaman, mana bu 25-26 o'quv yili uchun, hozir 26-27 yil o'qish uchun aniq bir rasmiy ma'lumot bo'lmagani uchun mana shu rasmiy ma'lumot olib sizlarga ko'rsatdim. Va agar endi nima qilamiz desangiz, eng kamida bir 10% mana bu o'zingizning sohangiz bo'yicha, masalan, mana bunga 10% qo'shib, mana shu 9,450,000 so'mning 10% qancha bo'ladigan bo'lsa, o'shani 9,450,000 so'mga qo'shing va uni hisoblang. Va boyna video boshlayotganimda sizlarga bitta live hackim bor edi. Qanday qilib videoni sifatli ko'rsa bo'ladi? Birinchidan YouTube.com ga kirasiz. YouTube.com istalgan bitta mobil ilovaga kirsangiz bo'ladi. universalstudio.uz deb mana bu kanalim ochib qopti. Xullas, nima bo'lsa ham chiqib keldi kanalim. Mana birinchida chiqib keladi. Ustiga bitta bosasiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, chunki men ko'pincha kanalimga obuna bo'lganlar uchun video qilaman va ularga savolga javob beraman. Mana bu video ham uzoqlarda ko'p obunachilarim savol bergani uchun tayyorlandi. Xo'p, endi mana bu istalgan bitta masala, mana bu videoga o'taylik. O'chirib qo'yamiz. Mana hozir mana bu meni tiniq ko'rinyapti. Nimaga tiniq ko'rinyapti? Chunki mana bu quality bersizda tasvir sifati yoki da advanced deb turishi mumkin, cache sifati deb turishi mumkin rus tilida. Xullas, shuni ustiga bitta bosasiz. Bu yerda qarang. Men videoni 240 pikseldan 4K formatgacha yuklaganman. Telefonlarda 1080 piksel ochadi. Mana men hozir agar yaxshi sifatliroq telefon bo'ladigan bo'lsa, 4K ni qo'yib olasiz. 4K nima beradi? Kattalashtirsangiz ham xiralashmaydi ko'rayotganingizdek. Bemalol hamma joyini ko'rib olsangiz bo'ladi.
Mana shu eng oddiy usul mana shu edi. Ko'pchilik telefonni xira formatga qo'yib qo'yadi, ko'ra olmaydi. Mana ko'rayotganingizdek, hozir internet juda ham sekin ishlayapti. Shunisi chatoq bo'lar ekan. Xullas bizda internet sekin agar xullas manada tiniq ko'rinyapti, chunki yuqori sifatni tanlab qo'ydim. Siz ham YouTube nastroykadan, YouTube sozlamalari bo'limidan, YouTube settingizga kirib olib qilsangiz bo'ladi bu ishni. Hozircha video mana shundan iborat edi do'stlar. Qanday yana savollar bo'ladigan bo'lsa, izohda yozing. Hali keyingi narsalar haqida video qilishim kerak. Va albatta kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying.